Hürmetli abonatçılar, yine kvartiramızdan çıkıp geldik. Gireveriş eşiklerimiz acayip demir eşiklerdə yine. Bunu almıştırış şart emas. İçkenini görüp ötemiz birini remont etiş gerekli. Hanadanımıza girdik. Gireveriş eşiklerimiz yine. Atido kırıp taşıp remont etiledi üy. Bir yerde bir spalnisi boğan. Perigorod yanıp taşıp dalan atıp koyup durur. Oturadu yine acayip. Yanında kichkina eski spalnisi, banisi. Bir de bir xil razmerdagi katta zali bo'ladi. 5-60'a 3,5 metrlik. Bir yana kuxnaga, verandaga ketamiz. Bir de tuvaleti, oddelniy tuvaleti bir de joylashgan. Size hammomdan başlaymiz bir yandan. Yine banilarni almashtirasizlar. Kafelerni klasda verirler adam. Özü biladi ichki mutatishni. Bir de eski spalnisi. 3 metre, 4 metrelik. Yine. Bir yanda katta zal spalniyasi bo'ladi. Birisini zal, birisini spalniya qilib qo'yasizlar. 3,5 metre, 5,60'lık xonasi. Balandliklari ham baland uyimizni. 5 etajlı doğumlu. 5. etajında 90 kvadrat 4 xanalı joyimiz. 5,60'a 3,5'lık yana bir xonamiz. Zal. Balandlikleri 3 metre. Bir de verandaga çıksa bo'ladi. 6 metrelik balkonu var. Onu gösterip ötemen lazım. Bularni endi olib tashlaysizlar. Samodinniy burjinkalar bular. Bir de unitazini. Tuvaleti oddelniy joylashgan bo'ladi. Ulug'on keng. Rakovina tuvaletini bir yere qo'yasizlar. Bir de kuxnasi. Moyka joyi, gaz plita joyi. Ko'p odam belni verandaga ko'chiradi. Birini bir o'tiradigan yaratib qo'yadilar. Xohlasanizlar remont etgan vaqti bir yere gaz plita, moyka mebellarni bir yere ko'chirib 6 metrelik verandasini şu kısmini kuxna etib qo'ysangiz bo'ladi, bir yanda o'tirsangiz bo'ladi. Baland pol. Uyimiz bedazı zaldan ko'rsatgan aynan bu. Uyimizin narxi 360 milyon. Üstünde gelişip veriladi. Kimni qiziqtirsa ekrandaki nomerlarımıza müracaat qilaverasizlar. Kim shunday 4 xona qidirib bilgan insonlar bo'lsa, tashlab qo'yinglar videoni. Noldan remont etaman deb o'zi bir niyat etgan odam bo'ladi, shular uchun zo'r variantini. Mana bir remontini hava kerak deydi mesela. 360 milyon arzon emas, qimmat emas, normal narxda üstünde yana 1-2 so'm kelishamiz. Ekrandaki nomerlara bemalol müracaat qilaverasizlar. Gelip görsatib, hujjatlarında durup ortada oformit etib bizde yürüyemiz xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Podpisatsiya bo'lmaganlar bo'lsa, podpisatsiya tugmasini basıp qo'yinglar. Bir like basıp qo'yinglar bizdan podдержка etib, shunday uylarni chiqarib, harakatdan to'xtamayın, motivatsiya olib turishimiz uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sağ olunlar.